Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi tomimiz, obyektimiz ham bitdi xudo xolasa. Mana ko'cha tarafdan 2 metr shapka chiqardik. Kaziroy bo'lib shapka chiqdi. Bu yog'i mana darvozaxona kiraverish bo'ldi. Mana doimgidek materialimiz konteyner material. Tunikalarni qotirib o'rtada soy bo'lgan, bu yerdan burilish bo'lib, bu yerda bir xona, uyni tepasi ham yopildi, bular qo'shilib. Mana bu yoq ko'cha. Ko'cha taraf ham konvert bo'ldi. Bu o'rtada bitta soy bo'ldi, 2 metr burildi. Ustunlarimiz ham konteyner material. To'rttali firma bo'lgan, xoralarimiz ham bunaqasi 7 metr. 7 metrli. Shapkalari 60 shapkalar chiqdi. Bu ishimiz xudo xolasa Samarqandda bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerimizni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.